Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi navisimizni o'rnatdik. Lazerli ham leksarlik. Bu navisimizni Tayloq rayoniga o'rnatdik. Kimga shunday navislar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, bemalol bog'lanishlari mumkin. Hurmatli obunachilar. Shunday mana qiyiq joy ekan, shuni ham to'g'rilab moslab beringlar dedi. Moslab berdik. Hovliga qo'ydik mana. Juda chiroyli chiqdi, egalari ham xursand bo'lishyapti. Yo'llarni ashibga qilib berdik, osh etdi. Ochiq qolmasin deb, suv kirmasin deb. Bu navesimizning 1 kvadrat metri 500 ming so'mdan bo'ldi. Yetti metrga 5 metr eni arkali bo'lgan.